Assalomu alaykum Uyg'ur tilining aziz ishtirokchilari. Navbatda huzuringizga iroda bor yerda mag'lubiyatga o'rin yo'q nomli hikoyani sunmoqchiman. Qiynamsa diqqatinglar menda olsun. Iroda bor yerda mag'lubiyatga o'rin yo'q. Burungi zamonda bir podshoh bo'lgan ekan. Kunlardan bir kuni yana bir podshoh tuyuqsiz hujum qilib onun ziminini besivaptı. Mağlup bo'lgan podshoh yayloqqa chechilib ketgan mol podlaridek har yonga pitirab ketgan qo'shinlarni yig'ib, mamlakatni qaytarib olish uchun dushmanlarga qarshi urush qilibdi. Lekin yengilibdi. Shunda qilib u 6 qitim urush qilibdi. Lekin hammasida mag'lub bo'libdi. U oxiri tanho qilib, umid yulduzi o'chib, bir kona kapik yo'shurnibdi. U ostiga paxaldan o'rinni rastlab, hasrat va alam dengiziga cho'kib yotganda, ko'zi bir umidning to'g'ri to'qiyotganligiga tushib qopdi-da, ish pushqini chiqarish va umidning qandoq qilganligini ko'rib beqish maqsadida uning putaylidab qolgan to'rini shuvib tashlabdi. Umidchik o'z beshiga kelgan vayronchilikqa pisand qilmasdan to'rini yangi boshdan to'qishga kirishibdi. Podshoh uning to'rini yana buzib etibdi. Umidchik hech nima bo'lmagandek qaytadan to'qiyveribdi. Podshoh taajjublanib o'z-o'ziga "Men raqib qo'shinlari tarafidan 6 qitim yengilib, urushdan voz kechdim. Navoda Umidchikning to'rini 6 qitim buzib etsam, u o'zining to'r to'qish niyatidan qaytib, to'r to'qishni to'xtatib qo'yarmi?" debdi-da, Umidchikning to'rini 6 qitim buzibdi. Lekin Umidchik bu baloyi ofatga qilchipsan qilmasdan 7 qitim to'r to'qishga boshlab, oxiri to'rni bitiribdi. Umidchik o'z muvaffaqiyatini tabriklagandek to'rning o'ttirsig'i berib, to'rga bag'rini yiqib turibdi. Bu xil ko'rinish podshohga butun Umidchik to'ri bir davlat. Uning o'ttirsi shu davlatning poytaxti. Umidchik shu davlatning podshohdek bilinib ketibdi. Podshoh bu ishdan o'ziga g'ayrat va kuch ilib, yana bir qitim tajovuzchilar bilan ilishqi bel bog'labdi. U savrchanlik bilan yangi boshdan qo'shin to'plab, nihoyat ehtiyotchanlik bilan hozirlik ko'ribdi. Hozirlik bitgandan keyin urush qatnab, tajovuzchilarni ziminidan qo'qlab chiqarib, mamlakatini ozod qildi. Hikmat. Shundaq mustahkam iroda kishini tavlaydi. Sen her qancha kuch qudratli bo'lsangmi, yemirilmas irodang bo'lmasa, mag'lubiyat hamon sana yepishidi. Agah bo'lgunki, sening mag'lubiyating va yoki muvaffaqiyating o'zingning irodangga, ahvolingga uyg'un bo'lgan tadbiringga bog'liq bo'ladi. Mustahkam iroda bo'lgan yerda mag'lubiyatga o'rin yo'q.